Ziyoratchilar, bu hozir mazkur bo'lgan Hiro g'oridamiz. Mana bu ko'rib turganingiz atrofdagi savdo markazlari, ya'ni ko'ngilochar havzalar bu yaqinda barpo etilgan ekan. Hozir boshlayapmiz. Ma'lumot beryaptilar. Shunday ekan, inshaalloh ilgari kelganlar bunaqa joylar yo'q edi-ku, to'g'ri manzilga keldingmi o'zi degan qandaydir gumonga boshmasin. Bu yaqinda barpo etilgan manzillar ekan. Hozir aynan Hiro g'orini o'ziga qarab yo'l olamiz. Hozir mana tepaga qarab chiqib ketyapmiz. Bu yer ham podyom, yaxshigina kuch oladigan, energiya oladigan joy. Inshaalloh. Bu yer Jabal Nur deyiladi, ya'ni Nur tog'i, Nur farishtasi Jabrayil alayhissalom va Rasululloh uchrashgan makon. O'sha mashhur Iqro voqeasi aynan mana shu g'orda sodir bo'lgan Falaq surasi. Hozir bu yerda ham rosa o'tirishga qaror qildim. Mana tinib olmasam to'g'risi ter mana ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Podyomga qarab chiqyapmiz, shu sabab. Mashallah. Shu sabab biroz oyoqlariga tin berish maqsadida yurishda davom etamiz. Subhanallah. Yarimidan ko'piga chiqib bo'ldi, hozir yana ozgina borganday bo'ldi. Allohga qasam. Charchadim mashallah. Asiradan mavli. Hozir yo'limda davom etaman, Xudo xolisa. Inshaalloh Nur farishtasi Jabrayil alayhissalom Rasululloh oldilariga tushib Iqro deb 3 marta aytgan joylarda ko'rish nasib qilsin inshaalloh Robbil alamin. Alhamdulillah. Nur tog'iga yaqinlashib qoldik. Hiro g'origa Rasululloh va Jabrayil alayhissalom shu yerda uchrashganlar. Nur farishtasi qadam ranjida qilgan makon. O'zi nur mana sezilib turibdi. Alhamdulillah. Kuch quvvat Allohdan. Mashallah. Yosh katta nuroniy otaxonlarimiz, onaxonlarimiz chiqqan joyda bizani kuch yetmay qoldi. Mashallah. Mashallah. Oz qoldi alhamdulillah. Mana bu yerda manti suv sotar ekan hozir. Shu joydan sotib olib kuch to'plab inshaalloh tepalikka chiqamiz. Alhamdulillah, Allohga qasam bu
Men tepalikka chiqqan eng baland cho'qqi. Hozir biz Jabal Nurda Hiro g'orini mana ko'rib turibmiz. Alhamdulillah. Nur farishtasi Jabroil alayhissalom qadam ranjida qilgan o'sha mashhur Iqro voqeasi, Falaq surasini Rasulullohdan so'rab Alloh izni bilan o'qitgan voqea mana shu yerda bo'lgan. Lekin tepaga chiqish yaxshigina kuch va quvvat talab qilar ekan, lekin alhamdulillah Allohning izni bilan tepaga chiqdik. Birodarlarimiz bilan do'stlarimiz yo'l-yo'lakay har xil davlatlardan, Pokiston, aytaylik, Qrimdan, har xil davlatlardan do'stlar orttirishga ham ulgurdik, alhamdulillah. Endi Hiro g'orini yaqindan borib ko'ramiz, nasib etdi alhamdulillah. Boshqacha hayajon va hissiyot, mashalloh, amaliyat qilsin. Juda ham bir ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylar, alhamdulillah. Hozir mana tushib kelamiz, mashalloh. Hiro g'ori aynan zinadan pastga qarab Hiro g'origa tushib borilar ekan. Makkani panorama deydimi, rakurs deydimi, to'liq go'zalligida ko'rish imkoniyati ham bor ekan, mashalloh. Hozir mana sekinlik bilan tushyapti, ehtiyotkorona harakatlar bilan. Bismillah. Bismillah. Mashalloh. Yurgan yo'llar inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. G'orga mana shu yo'ldan yurilar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir kirishga harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Ya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Yo, bismillah. Allahu akbar. Teyze fare sifat yazdı maşallah. Hatta sifat Rasulullah'ın qadam joylarida yurish nasib etdi, alhamdulillah. Bismillah. Bu yo'g'i endi mana navbat. Hech kim alhamdulillah mana ichi ko'rinmoqda, mashalloh. Nur tog'ida joylashgan Hiro g'ori dunyodagi eng buyuk tarixiy voqeaga guvoh bo'lgan. Rajab oyining 27-kechasi edi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam 40 yoshda edilar. O'sha tunda o'zgacha holatda edilar. Osmon eshiklari yuzlariga ochilganini sezdilar. O'sha onda Rasululloh nur ichidagi Jabroil alayhissalomni ko'rdilar. Jabroil Ul Hazratning oldilariga keldi. Ul Hazratning bilaklaridan tutib, qattiq silkitib dedi: "Iqra." Payg'ambarimiz cho'chib hayrat bilan osmonga qaradilar. O'sha tovush yana takrorladi: "Iqra." "Men o'qishni bilmayman", deb javob berdilar Rasululloh. O'sha tovush javob berdi: "Iqra. Iqra bismi robbikal ladzi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqra va robbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Ul Hazrat vahiy farishtasi aytgan barcha so'zlarni takrorlab turdilar va shu tartibda Alaq surasidan ayrim oyatlar Ul Hazratga nozil bo'ldi. Rasululloh g'ordan chiqdilar. Tanalari hayajon va hayratdan qaltirardi. Tashqarida yulduz to'la osmon, tun esa sokinlikka cho'mgandi. Oy osmonda suzib borardi va Makka shahri shirin uyquda edi. Ammo Nur tog'i o'zining barcha azamati bilan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam oyoqlari ostida kichik va nozikdek tuyulardi. Osmon shu darajada yaqinlashgan ediki, qo'l uzatsa yulduzlarga yetgudek edi. Ul Hazrat xavotir bilan shoshib tog'dan pastga tushdilar. Shu vaqtda Parvardigor Ul Hazratning ko'ngillariga kuch bag'ishladi. Buning uchun tog'lar, toshlar va to'liklar so'zga kirdilar. Rasululloh qaysi biriga yaqinlashsa, u Ul Hazratga
hurmat ehtirom ko'rsatardi va assalomu alayka yo Habibulloh, assalomu alayka yo Rasululloh, ey Allohning habibi, Parvardigor, sizni sizdan oldin o'tgan va sizdan keyin keladigan barcha maxluqotlardan ustunroq qildi. Shunday ekan, xavotirlanmang. Zero haqiqatdan buyuk kishi Alloh uni aziz aylagan va buyuk qilgan shaxsdir. Shu tariqa islom nurining ilk nurlari yer yuziga sochila boshladi.